Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qabulimizda 1 yil oldin operatsiya bo'lganlar, ya'ni bu tomirni ko'rib turibsizlar, mana miya kirib ketgan ikkita bo'ladi, ayri uyqu arteriyasi deydi. Ya'ni bu tomir miyani boquvchi asosiy o'q tomir. Tushunmaydiganlar uchun, birinchi marta ko'rib turganlar uchun aytyapmiz, bu o'q tomir miyani boqayotgan, mana shu kattagina bo'ladi. Mana shu yerdan yog' olingan, mana shu katta yog' bo'lgan, o'sha yog' olingan. Biz orada dorilar ichmay qo'yganlar, mana yana sekin o'sib qolgan. Qolgan doriga qaytdilar, xudo xolasa yana qaytyapti, o'smayapti. Mana shu turgan mana yog' mana. Trombdislar hafta shu xuddali turbalaring mana ishlaydigan joylaringda yog'lar yig'ilib suv o'tmay qoladi-yu, nagar o'tib ketadi. Endi stopchilar yoki uyda ochib yuborishadi o'zi erkaklar. Xuddi shuna bir nagar bo'lib qolgan. Mana narigi tomonlarida ham kichkinagina o'zi paydo bo'lib qolgan. Dori ichmas sababda mana. Dori ichmasa men operatsiyadan keyin bo'lsam ko'payaveradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.